London mashhur Temza daryosi sohilidagi orol mamlakat poytaxtidir. Undan o'tgan suv yo'llari tufayli shahar tashqi olam bilan tijorat aloqalarini o'rnatgan va uni hozirda ham davom ettirmoqda. 19-asrda anhorlari butun mamlakatni birlashtirib turardi. Qachonlardir qudratli mustamlaka imperiyasining markazi bo'lgan London hozirda jahon miqyosidagi moliyaviy poytaxtga aylangan. Biroq Londonning farovonligi jamg'arma birjasining chegarasidan chiqib ketgan. Londonning menga yoqqan tomoni uning port shahri ekanidir. U ko'plab muhojirlarni qabul qilishi va aholining o'sib borish muammosini hal qila olishi mumkin. Bu shaharga hayot baxsh etadi. Yaqindagina shaharda madaniy to'fon avjiga chiqqanda, u shaharga yanada quvvat baxsh etdi. Londonga maftun bo'lmay iloji yo'q. Bu poytaxt, shu bois hamma narsani birinchi bo'lib olishimizga hayron qolmasa ham bo'ladi. Bunga o'rganib qolganmiz. Shu bois ham juda erkalanib ketganmiz. Biror narsa odatdagidek bo'lmay qolsa, darhol buni payqaymiz. London yer sathidan ancha chuqurda yashiringan sirlar shahridir. Aynan mana shu odamlarni o'ziga jalb etadi. Sohildagi shahar. London. London bevosita dengiz sohilida joylashmagan bo'lsa-da, bu shahar aholisi suvga nisbatan doim o'ziga xos munosabatda bo'lgan. Aholining ko'p qismi Temza yoki anhorlar yaqinida yashaydi. Mana shu suv yo'llari tufayli savdo-sotiq rivojlanib borgan. 19-asrda aynan mana shu mamlakatning bu qismidagi hayotni qo'llab-quvvatlagan. Mark Conroy, londonlik. Sanoat inqilobi vaqtida Londonni yoqimli shahar deb bo'lmasdi. Oqova tizimi bo'lmagan, barcha chiqindilarni Temzaga tashlashgan. 20-asr o'rtalarida daryoning ifloslanishi shu darajaga yetdiki, Temzani biologik o'lik daryo deb e'tirof etildi. Shunda hukumat shahar markazida ko'mirni taqiqladi va asta-sekin Temzani tozalay boshladilar. Bugungi kunda London juda ozoda shahar va ayniqsa Temzaga taalluqli. Aytishlaricha, hozir daryoda 114 turdagi baliqlar yashar ekan. Moviy tasma deb nom berilgan Temzaning ajoyib taassurot qoldiruvchi tarmoqlari 160 kilometrdan ortiq masofaga cho'zilib ketgan. Qurilish Paddington tumanida 1801-yilda boshlangan va 1820-yilda yakunlangan. Keyin esa xususiy kanallar bitta yirik Grand Union kanaliga birlashtirilgan. Biroq zamon o'zgardi va suvda harakatlanish ancha eskirib qoldi. Odamlar poyezd va boshqa quruqlikda yuradigan transport vositalaridan foydalana boshladilar. Lekin qachondir vaqt o'tib, kanallar yana ommalashdi. Hozirda sohildagi uylarda yashash juda qimmat. Bu joy juda dabdabali tumanga aylandi. Ayrimlar esa uning borligini hatto bilmaydilar ham. Bu joy go'yo sershovqin ko'chalardan olisdagi yashirin boqqa o'xshaydi. Bu yer juda sokin. Hatto dunyodagi eng yirik shaharlardan biri, jahon miqyosidagi savdo-sotiq markazida ekaningizga ishonish qiyin. Bu yerda musaffo qishloq havosini tuyasiz. Ilgari kanallardan mamlakatning shimoliy va markaziy qismlariga yetib borishda foydalanilgan. 19-asrda Londonga kerakli bo'lgan barcha narsalar kanallar orqali tashib kelingan. Birmingham yoki Liverpoolga o'sha vaqtlarda 2,5 hafta mobaynida yetib olish mumkin bo'lgan. Bu 450 kilometrlik masofa. Odamlar deyarli qayiqlarda yashashgan. U vaqtlar kanallar butun mamlakatni birlashtirib turgan.
Hozirda kanallar sanoat ahamiyatiga ega emas va undan faqat dam olish, ko'ngil ochish maqsadlarida foydalaniladi. Bu hududda yashaydiganlar ko'pincha sohil bo'ylab yugurishadi, velosipedda sayr qilishadi. Axir kanal sohili bo'ylab ishga yurish avtobus yoki metroda borgandan ko'ra yoqimliroq, yo hatto mashinada borgandan yaxshiroq, to'g'ri emasmi? Sohil bo'yidagi uylarga talab kattaligi sir emas. Biroq so'nggi vaqtlar bevosita suvning ustidagi turar joylarga talab ortdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mingga yaqin odamlar mana shu sershovqin shaharning naq yuragidagi suzuvchi uylarda yashamoqda. Salom, yaxshimisiz? Yomonmas. Siz shu qayiqda yashaysizmi? Men emas, u yashaydi. Men hov ana ustida yashayman. Yil bo'yi shu yerda yashaysizmi? Ha, yil bo'yi. Suvda yashash yaxshimi? Bo'lmasamchi, uni hech narsaga alishmayman. Bu yerda odamlar Londondagi ko'p qavatli uylarga nisbatan do'stona yashaydilarmi? Albatta, mahalliy o'ziga xoslik ham aynan shunda. Jonsiz langarli qayiqni sotib olayotganda uni bog'laydigan joyni ijaraga olish huquqini qo'lga kiritasiz. Bu uzoq muddatli ijara kabi. Qayig'ingizda kabob pishiradigan qo'rangiz ham bor ekan. Barcha sharoitingiz bor ko'rinadi. Bu yerdagi hayotning eng yaxshi tomoni mahalliy jamiyat. Biz ko'pincha oqshomlari yig'ilib kabob pishiramiz. Ko'p vaqtimizni birga o'tkazamiz. Londondagi eng katta jamiyat shu yerda. Bu yerda 57 ta suzuvchi uy bor. Londonning boshqa hududlarida ham kichikroq jamiyatlar bor. Doimiy bir joyda bog'langan uylarni aytyapman. Yana bir joyda turmaydigan va doim harakatlanib yuradigan uylar ham mavjud. Bu katta va sershovqin shahar o'rtasidagi juda qiziqarli joy. U juda noyob va unda turli odamlar yashaydi. Faqat ijodkor va san'at odamlari emas, balki turli soha mutaxassislari ham. Turli millatga mansub insonlarning yashashi esa unga o'ziga xos rang-baranglik baxsh etadi desam adashmagan bo'laman. To'g'ri, bu yerga doim kimdir mehmonga keladi. Albatta, do'stlaring Londonning janubiy-sharqi yoki janubi-g'arbida yashasa juda yaxshi. Lekin ular bilan kam ko'rishasiz, chunki u yerga yetib borishga vaqt ketadi. Tushunyapsizmi? Lekin bu yerda kimdir sizga albatta hozir qayig'ingga boramiz deyshadi. Bu o'ziga xos. Ha, bu juda yaxshi. Qayig'ingizga kirsam bo'ladimi? Albatta. Sizga yoqdimi bilmadim, lekin menga bu yer juda yoqadi. Albatta oilangiz va farzandlaringiz bo'lganida to'g'ri kelmasligi mumkin. Biroq hayotimning bu davrida kema men uchun mukammal joy. Ko'plab mijozlarim doimiy stressda yashashadi. Men esa ularga qayiqda yashayman va bu Londonda yashash uchun juda zo'r joy deyman. Qayiqda yashayotganimdan juda xursandman. Kanallar shaharning har bir qismini daryo bilan bog'lab turgani kabi, Temza ham shaharni butun dunyo doklari madaniyati, ya'ni kemasozlik korxonalari bilan birlashtirib, tashqi olam bilan bog'lab turadi. Hozirda butkul zamonaviylashtirilgan doklarning hududi mustamlaka ekspansiyasi va shaharning o'sishini boshdan kechirdi. Temza Londonning rivojlanishi va uning yirik savdo portiga aylanishda doim markaziy o'rin egallagan. Lekin odamlar doklar tizimidan risoladagidek foydalanishga o'rganib olganlardan keyingina shahar chinakamiga tashqi olamga yuz tutdi va port shahar qiyofasini kasb etdi. Bu hol hozirda o'z mavqeini yo'qotgan deb hisoblayman, chunki odamlar uni doim ham his etaverishmaydi. Lekin o'zining butun tarixi davomida Londondagi ishlarning hammasi bandargohlar va Temzaning sohil chizig'i bo'ylab yo'lga qo'yilgan. Kayron Long, jurnalist. Birinchi asrlardayoq London port shahar bo'lgan. Bu yerdan Rimga ovchi itlar jo'natilgan. Uning evaziga esa bu yerga turli ichimliklar keltirilgan, doim shunday bo'lgan. Biz hozir ko'rib turgan bandargohning o'zi esa butun dunyo bo'ylab portlar rivojlangan vaqtda shakllangan. London markazida muqaddas Yekaterina doklari bor. Bu o'sha vaqtdagi port hayotini markazlashtirishga qodir bo'lgan dastlabki yirik doklarni qurishga urinish edi. Hozirda bu korxonalar uncha katta ko'rinmaydi. Ayniqsa Stavr ko'prigidan qarasangiz. Biroq o'sha vaqtlar bu port infratuzilmasining muhim qismi edi. Vaqt o'tishi bilan asrlar o'tib, doklar birin-ketin sharq tomon kengayib borgan. Biz hozir turgan dok bizdan g'arbdagi 18-asrda qurilgan korxona o'rniga 19-asrning oxirida qurilgan. Hozirda esa Londonning port faoliyati shahar tashqarisiga qadar keng yoyilgan. Oxirgi 500 yil ichida London doklari daryo mansabiga yaqinroqqa ko'chirildi. 19-asrda London xalqaro savdo-sotiq nuqtai nazaridan muhim shahar bo'lgan.
Ha, London dunyo iqtisodiyotini harakatlantiradigan mashina bo'lgan. Britaniya imperiyasining ichida va hamdo'stlik mamlakatlari aro savdo-sotiq munosabatlari yuqori edi. Qirollik doklari aynan mana shu vazifani bajarish uchun qurilgandi. Ularning hammasi tovarlarni asrash uchun baland devorlar bilan o'ralgan edi. Shuningdek, ular turli tabaqadagi ko'plab odamlarni ish joyi bilan ta'minlardi. 19-asrda London shubhasiz dunyodagi yirik portlardan biri edi. Aytishlaricha, o'tgan asrning 20-yillarini boshlariga qadar Britaniya imperiyasi sayyora aholisining qariyb 1/4 qamrab olgandi. Biroq London 20-asrning ko'p vaqti davomida inqirozni boshdan o'tkazdi. Endilikda bunday doklarning amal qilmayotganiga asosan siyosat sababchidir. Zamonaviy mamlakat iqtisodida port hayotiga joy bo'lmagan va Londonning bandargoh shaharligi Notre-Dame va boshqa Yevropa mamlakatlariga o'tgan. Bu doklar kattalashib borgan, xalqaro savdo kemalariga boshqa xizmat qila olmay qolgan. Bundan tashqari, Britaniya ishlab chiqarish ham inqirozga yuz tutgan. Eksport qilinadigan tovarlar soni import mollariga nisbatan kamayib ketgan. Doklarni zamonaviylashtirish bo'yicha loyihalar bo'lganmi? Ma'lum muddat doklar mutlaqo tashlab qo'yilgan. Ko'plab tumanlar avvalgi mavqeidan ayrilgan. Masalan, qirollik doklari kabi tumanlarda Callingtowndan Woolwich va Becktonga qadar juda ko'p jamiyatlar yashardi. Endilikda ularning doklardagi faoliyati o'tmishga aylandi. Ayrim tumanlar ishlab chiqarishga mo'ljallab qayta qurilgan, lekin meniki kabi hayoti doklarga bog'liq oilalarning ular bilan aloqasi butkul uzilgan. Bu yerlar o'zini jonlantirish mumkin bo'lgan yangi keng miqyosli g'oyalarni kutib bo'shab yotgan. Canary Wharf tadbirkorlar kvartali ma'lum ma'noda uning xaloskori bo'lishi lozim edi. Bu g'oya Thatcher hukumati tomonidan kvartal tijorat rivojlanishini tiklash uchun taklif qilgandi. Dastlab bu g'oya muvaffaqiyat qozonmadi. Hech kim bu yerda biznes yuritishni istamadi. Ular bo'shab yotdi, lekin hozirda vaziyat tubdan o'zgardi. 80-yillarda infratuzilma va transport muammolari hali mavjudmidi? Albatta, 80-yillarda bu yerga yetib kelish qiyin edi. O'sha vaqtlar doklarni shahar bilan bog'lab turgan elektrichkalar bo'lmagan va bu joy shahardan ancha olisda edi. Hozirda sharqiy Londonning markazi hisoblangan yer u vaqtlar shahar chekkasi bo'lgan. Menimcha mana shu bu hududning oxirgi 10 yillar davomida rivojlanishiga birinchi bo'lib jiddiy ta'sir ko'rsatgan. 80-yillarda Britaniyaning ko'plab shaharlarida inqiroz hukm surgan. U Londonni ham chetlab o'tmagan. Sharqiy Londondagi fabrikalar yopilgan, bandargoh hayoti yo'qqa chiqdi. Bu tumanda ishlagan odamlar butkul ishsiz qolishdi. Hozirgacha o'sha davr ta'sirini kuzatyapmiz. Biroq bu yerda sodir bo'lgan o'zgarishlar juda hayratomuz. Londonning aholi va madaniy xilma-xillik nuqtai nazaridan iqtisodiy o'sishi yaqindagina yuz berdi. 12 yil avval mutaxassislar London aholisining qariyb million nafarga qisqarishini bashorat qilgan edilar. Lekin buning o'rniga aholi milliondan ortiqqa ko'paydi. Agar rivojlanayotgan mamlakatlarni hisobga olmaydigan bo'lsak, faqat kamdan kam poytaxtlargina bunday o'sish bilan maqtanishi mumkin. Menga Londonning port shahar ekani yoqadi. U yanada ko'proq muhojirlarni qabul qilib, aholi soni ortishiga dosh bera oladi. Bu shahar hayotini yanada jonlantiradi. Buni men butkul ishonch bilan ayta olaman. Shahar ko'chalariga qarasangiz, bas. Kosmopolitizm tufayli Londonni dunyoning boshqa hech bir yirik shahriga o'xshamasligiga guvoh bo'lasiz. London aholisi ko'plab muhojirlar hisobiga ancha o'zgargan. Biroq mustamlaka imperiyasining poytaxti ekani shaharga noyob madaniy yaxlitlik baxsh etdi va u hozirgi kunga qadar saqlanib kelmoqda. Londondagi muhojirlar haqida gapirgan ko'pchilik sobiq mustamlakalardan kelgan odamlarni tasavvur qiladi. Masalan, men kabi Hindistondan, Afrika, West Indiya va boshqa mamlakatlardan kelganlarni. Aslida esa bu yerga sayyoramizning barcha burchaklaridan odamlar kelishadi. Biz muhojirlar madaniyat, til, oshxona, me'morchilik, musiqa nuqtai nazaridan shahar hayotini boyitishlarini bilamiz. Lekin nazarimda aholi uchun eng muhimi bu ijtimoiy tenglik, faollik, ish sharoitlaridir va ularning bari muhojirlarni jalb etadi. Dipa Naik, yozuvchi. Muhojirlar Londonning rivojlanishida qanday o'rin tutadi? London tashkil topgandan boshlab bu muhojirlar uchun joy bo'lgan. Ular shaharga kelib yashay boshlashgan.
London City bu o'ziga xos joy. U go'yoki shahar ichidagi shahar. Shaharning ushbu qismi Rim davridan qolgan. U vaqtlar shaharni keng qal'a devorlari himoya qilib turgan. Bosqinchi Vilgelm Londonga kelganida bu devorlarni yiqita olmagan. Shu bois uning atrofidagi hududlarni egallagan va City aholisi bilan nisbatan avtonomiya borasida kelishuvni imzolagan. Hatto hozir ham Cityning o'z meri bor. U London meri emas. Shuningdek, o'z politsiya bo'linmasi va o'z qoidalari bor. Ular hatto ayrim qonunlardan ozodlar. Va hozir qal'a devorlari yo'q bo'lgan vaqtda ham agar qirolicha London Citydan o'tmoqchi bo'lsa, maxsus ruxsat so'rashiga to'g'ri keladi. Yana bu yerda Tower Hamlet tumani ham bor. U yerda Canary Wharf tadbirkorlar kvartali bor. U qachonlardir West India bandargohi bo'lgan. Bu bizning mustamlaka davri bilan aloqamizdir. Zero doklarning faoliyati tufayli shahar farovonlikka erishgan va mana shu me'moriy tuman hozir Londonda eng nochor hisoblanadi. Bu yerda London City, East End muhojirlari va Britaniya imperiyasi merosining qiziq qo'shnichiligi kuzatiladi. London demografiyasi faqat London aholisining soniga ko'ra emas, etnik xilma-xillik tufayli ham o'sib bormoqda. London faqat dunyodagi ajoyib shaharlardan birigina emas, u borgan sari turfa va qiziqarli bo'lib bormoqda. London aholisining 3dan biri Britaniyadan tashqarida tug'ilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu yerda 50 dan ortiq millatlar nikohdan o'tgan. Hozir Dipa yashayotgan East London tumanida doimo shaharning ko'p siymoliligini ta'minlagan ko'plab jamiyatlar joylashgan. Ko'plari bugungi kunda ham saqlanib qolgan, masalan, Bangladesh jamiyati. Ular bu yerda 17-asrdan buyon yashaydilar. Dastlab ular Britaniya Ost India kompaniyasining dengizchilari bo'lishgan. Ko'plari bu yerdan doimiy ish topib qolib ketishgan. Ularning orasida oshpaz, quruvchilar ham ko'p bo'lgan. Hozirda Bangladesh restoranlari juda ko'p bo'lgan ko'chalar bor. Ularning o'tmishi o'sha kemalarda ishlagan vaqtga borib taqaladi. Har kuni ko'chamizda 2,5 dan 5 tonnagacha yuk qadoqlanadi va Bangladeshga jo'natiladi. Qutilarni shundoq yerga tashlab, tortib, omborxonaga jo'natishadi. Har kuni shu ahvol. Buni shundoq ko'chaga chiqib ko'rishingiz mumkin. Ish qizg'inmi? Ha, ularni kuzatish juda maroqli. Har yangi muhojirlar guruhi kelganida odamlar jamiyatlarga ajraladimi yoki qanchadir vaqt o'tib ular londonlikka aylanishadimi? Bir ikkinchisiga xalal bermaydi deb o'ylayman. Chinakam londonlik bo'lish mumkin, lekin o'z ildizlari, jamiyati va madaniyati bilan aloqani ham saqlab qolish mumkin. Uni ham, buni ham birga olib borsa bo'ladi. Bu tuman hozir bangladeshliklarniki. Shu yaqinda Yevropadagi eng yirik masjidlardan biri joy olgan. Bu yerga juda katta ko'p millatli musulmon jamiyati yig'iladi. Bu tuman Bangladeshdan kelganlar yashaydigan ijtimoiy turar joylar ko'pligi bilan ajralib turadi. Shu bois ham ular bu yerda o'z jamiyatlarini saqlab qolishgan. Agar Dalston tumaniga qarab yursangiz, West Indianing sabzavot va meva bozoriga duch kelasiz. Uning shundoq yonginasida esa turk do'koni bor. Bu yerda ko'p madaniyatlar aralashib ketgan. Bu shahar nimasi borki, dunyoning turli burchaklaridan yashovchi odamlarni o'ziga jalb etadi. London City kapitalizmning o'ziga xos tug'ilgan joyi deyish mumkin. Bu yerda birinchi qirollik birjasi va Amnesty International mavjud. Bu yerda turlilikni qarama-qarshi qo'yilishi juda muhim. Stuart Hall aytganidek, Britaniya o'z sohalarini yopgandan keyin o'z eshiklarini boshqa yopa olmagan. Aynan mana shu narsa bu yerni boshqalar uchun qiziqarli qilgan deb o'ylayman. Bu yerda yillab yashab, dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarni uchratish mumkin. Bu odamlarni birlashtiruvchi juda ajoyib joy.
Dunyoning boshqa shaharlarida ko'p qavatli uylar va osmono'par binolar qurilishi avj olgan pallada London tikka emas, yonlamasiga kengayib bordi. Zamonaviy London hozirda shaharning asosiy tadbirkorlik kvartali hisoblangan London City'da paydo bo'lgan. Rimliklar aynan shu yerga kelishgan. Aynan shu yerda to'xtashgan, chunki daryoni kesib o'tish oson bo'lgan. 17-18 asrda City atrofidagi hududlarni betartib egallab ko'chib kelgan odamlar hisobiga kengaya borgan va nihoyat shaklsiz megapolis paydo bo'lgan. Agar Londonning xaritasiga qarasangiz, shahar rivojining hech qanday rejasi bo'lmaganiga guvoh bo'lasiz. Bu yerda tor va chalkash ko'chalar, zarur bo'lganda ularni bog'lab turish uchun yaratilgan chorraqalar nihoyatda ko'p. Ular biror rejaga ko'ra emas, zarurat yuzasidan yuzaga kelgan. Peter Murray, me'mor. 1666-yildagi ulkan yong'in vaqtida London City'si butkul yonib kul bo'lgan. O'shanda yaqin atrofdagi tumanlarni boshdan qurishga to'g'ri kelgan. Janob Christopher Wren katta ta'mirlash rejasini taklif qilgan. Ammo bu tumanda yashovchi savdogarlar kuchni istamaganlar va tezroq o'z ishlariga qaytishni xohlaganlar. Shu bois ular o'z uylarini avvalgi joydan shoshilib qura boshlaganlar. Shu tariqa hozirda jahon miqyosidagi savdo poytaxti hisoblangan shaharda o'rta asrga xos rejadagi uylar saqlanib qolgan. Shaharning City nomi bilan mashhur tadbirkorlik kvartali London so'nggi 10 yillar davomida qanday o'zgarganiga yorqin misoldir. Xorijiy mablag'lar osmono'par binolar qurilishini tezlashtirdi. Ular xalq orasida alomat nomlana boshlandi va shaharning ajralmas qismiga aylandi. Bodring, City Hall. 60-70-yillarda osmono'par binolarning qurilishi boshlandi, lekin keyin to'xtab qoldi. Odamlar atrof muhit muhofazasiga ko'proq e'tibor qarata boshladilar. Ular tabiatni muhofaza qilish va qo'riqlashga kirishdilar. Keyin shahar tashqarisida Canary Wharf tadbirkorlik markazi qurila boshlandi. Osmono'par binolar qurilishi borasidagi bezovtalik kamaya boshladi. Hamda Parij va Frankfurt tomonidan xavf boshlandi. Ular ham London kabi dunyoning moliyaviy poytaxti bo'lishga da'vogarlik qila boshladi. Shu bois shahar hukumati osmono'par binolar qurilishiga taqiqni bekor qildi va ular qurilishning yangi bosqichi boshlandi. Atrofga bir qarang. Mana ular. Shisha bo'lagi minorasi ochilgandan keyin London o'z tarixining yana bir sahifasini yopdi. An'anaga ko'ra, eng past shaharlardan biri bo'lgan London hozirda Yevropadagi eng baland bino joylashgan yerdir. Londondagi o'zgarishlarni asosiy harakatlantiruvchi kuch hayot maromiga moslashishdir. Shahar aholining tez sur'atlar bilan o'sib borishiga bas kelyapti va yaqin 10 yil ichida u yana million nafarga ko'payishi kutilmoqda. Bu esa mavjud shahar doirasida yana 30 mingta turar joy qurish kerakligini bildiradi. Odamlar yashashni istaydigan tumanlarni yaratish lozim. Ya'ni jamoat maydonchalarini yaratish kerak. Ularni faqat an'anaviy yondashish orqaligina amalga oshirish qiyin. Aholi soni yanada ortishi, jamoat transporti va asosiy shahar infratuzilmasini ko'zlab ish tutish kerak. London, men sizga aytsam, juda ajoyib shahar. London biror bir shaharga o'xshamaydi. O'ylaymanki, bunga sabab o'z vaqtida shahar rejasi yetishmaganida bo'lish kerak. Bu yerda tarixdan gapirib berish mumkin bo'lgan ko'chalar saqlanib qolgan. Shu bois u bu qadar ajoyib. Bu ko'chalarda soatlab sayr qilish mumkin. Ularning hammasi turli topografik, ijtimoiy va tarixiy sabablarga ko'ra paydo bo'lgan desam adashmayman. Har bir ko'chaning o'z tarixi bor.
Tarixni o'ziga yashirgan ko'chalar odamlar bilan gavjum. 2003-yilda ko'chalarda avtomobillarni kamaytirish uchun London Cityda yo'l uchun haq joriy qilindi. Shaharga kirayotgan barcha avtomobillarning raqami ro'yxatga olinadi va mashina egalari keyin kattagina miqdorda pul to'lashlariga to'g'ri keladi. Lekin kuzatuv kameralari Londonda ko'p. Yo'l xizmati kameralari po'lat halqa deb nomlangan ancha keng miqyosli tizimning bir qismiga aylandi, xolos. Po'lat halqa dastlab avtomobillarni kuzatish uchun yaratilgandi. Chunki Irlandiya Respublika qo'shini o'sha vaqtda Cityga aynan avtomobillarda hujum qilardi. Ular yuk mashinalarga belgi qo'yib, keyin ularni portlatardi. Henrietta Williams, fotosuratchi va yozuvchi. 90-yillarda London butkul o'zgacha edi. Aynan mana shu yerda bir necha portlashlar ro'y bergan. Ko'p odamlar halok bo'lgan. Axir bu moliyaviy markaz. Terrorchilik hujumlariga uchragan binolarda yirik xalqaro korporatsiyalar joylashgani bois ular qo'rqib ketishgan va Citydan ketmoqchi bo'lishgan. Shu bois kuzatuv kameralari tizimi dastlab biznes moliya kvartalida o'rnatilgan. Shunisi qiziqki, bu tizim vaqtinchalik chora sifatida joriy etilgan, biroq kamera hozirga qadar osilib turibdi. Hamma o'rganib ketgan. O'zim hisoblamaganman-u, lekin aytishlaricha Londonda 11 mingga yaqin kamera bor ekan va u ko'payib bormoqda. Londonda hamma yerda kuzatuv kameralari bor. Bu yerda ularning soni yer yuzining barcha joylaridagidan ancha ko'p. Bir joyda eshitgandim, bir kunda bitta britaniyalik 30 tadan ortiq turli kameralarga tushib qolar ekan. Ha, menimcha mamlakatda 3 milliondan ortiq kamera mavjud. Mana bu maxsus kameralardan faqat po'lat halqa maqsadlarida foydalaniladi. Yuqorisida esa chiroq. Pastdagi kamera haydovchining yuzini suratga oladi. Eng pastdagisi esa avtomobil raqamini tasvirga oladi. Shu bois Cityga kirgan har qanday mashinani kim haydab ketayotganini aniq bilish mumkin bo'ladi. Video kuzatuv tizimini joriy etilishining yana bir sababi Cityga kirishni cheklash bo'ldi. Ungacha kirish nuqtalari 100 tacha edi va ularning har birini kuzatish qiyin bo'lgan. Shu bois ular kirish nuqtalari sonini 19 taga qisqartirishdi va qolganini ustun, daraxt va katta-katta armaturali beton bo'laklari bilan to'sib qo'yishdi. Bu juda yaxshi bo'ldi. O'ylaymanki, londonliklar qanchalik ko'p video kuzatuv kameralariga tushib qolishini bilishadi. Menimcha, hozir asosiy muammo mana shu barcha kameralardagi yozuvlarni kuzatib o'tiradiganlarda bo'lsa kerak. Odamlar ommaviy video kuzatuvlar muammoning yechimi emasligini tushuna boshladilar. Chunki u jinoyatni oldini olmaydi, balki u sodir bo'lgandan keyin isbot bo'lib xizmat qiladi. Biz hozir Finsbury bozoridamiz. Bu yer so'zlarimizga juda yaxshi misol bo'la oladi. Atrofga qarang, ana kamera, yana biri, yana ikkitasi, ana yana ikkita, ana bu yerda bitta, mana bitta. Ularning hammasi birgalikda 3 o'lchovli formatda tasvirga olishi mumkin. Hovana yana ikkitasi bor ekan. Bu yerda 3 ta kamera qo'ysa ham bo'lardi. 1, 2, 3. Ular butun maydonni aks ettirardi. Lekin buni o'rniga ularni har qadamga o'rnatishgan. Bu juda katta ma'lumot manbai. Tizim o'z-o'ziga barham bera boshlaydi. Hozir ushbu bezor qiladigan video kuzatuv tizimi borgan sari ko'p tanqidga uchramoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, har 100 ta kameraga bitta fosh etilgan jinoyat to'g'ri kelar ekan. Tizimga sarflanadigan xarajatlar esa bir necha 100 million yevroga to'g'ri keladi. Bu tizim shahar manzarasini qanday o'zgartirib yuborgan? U London City ko'cha muhiti boshqaruv tarzini o'zgartirib yuborgan. Undan ham o'tgan. Ayrim ko'chalar xususiy bino quruvchilarga sotib yuborilgan. Mana bu ko'cha shahar muhitini xususiylashtirishga juda yaxshi misol bo'la oladi. Ilgari bu
avtomobillar va yo'lovchilar yurgan oddiy ko'cha edi. Endi esa bu yerda xususiy soqchilar turadi. Agar nimadir yoqmasa, sizni haydab yuborishlari ham mumkin. Tasvirga olish uchun ruxsatnomangiz bormi? Bu xususiy hudud. Tasvirga olish mumkin emas. Xo'p, kechirasiz, biz bilmagandik. Xayr. Video kuzatuv madaniyati britaniyaliklar qal'a urbanizmi deb ataydigan jarayonning bir qismidir. Bu yerda xavfsizlikka e'tibor yuqoriligi hech kim uchun yangilik emas. Ayrim ko'chalar hanuzgacha eski shahar darvozalarining nomi bilan ataladi. Biz Bishopgate'dan to Murgate'gacha bordik. Bu qal'a devorlari bilan o'ralgan eski shahar darvozalari bo'lgan. Rimliklar bu devorlarni savdogarlarni himoya qilish uchun qurishgan. 90-yillarda hukumat ham xuddi shunday qilgan va tijorat markazini himoya qilish uchun kameralar o'rnatgan. Bu o'xshashlik tasodif emas. Shuncha yil o'tsa-da odamlar bir narsani himoya qilishmoqda. Londonning keng qamrovli iqtisodiy kuchi Cityni ko'chmas mulk bozoridan boshlab turli darajalarda shakllantiradi. Garchi London tadbirkorlik markazida osmono'par binolar qurilishiga qo'yib bergan bo'lsa-da, uning tashqarisidagi manzara gorizontal me'morchilik merosiga mansub qolgan. Shahar mansabdorlari baland binolar qurilishini cheklashiga sabab shuki, bu yerda hamma go'zal manzaralardan bahramand bo'lishni istaydi. Agar siz Virgins bog'ida bo'lsangiz, u yerdan Avliyo Pavel cherkovini ko'rib turishingiz kerak. Ko'prikdan ham Avliyo Pavel cherkovi ko'rinib turadimi? Ha, shu bois ham bu qadar keskin cheklovlar qo'yilgan. Joy yetishmasligi Londonning eng katta muammosiga aylanib bormoqda. Biz yuqoriga qarab o'solmaymiz, faqat pastga bo'lishi mumkin xolos. Ruth Bloomfield, jurnalist. Londondagi uylarning o'rtacha narxi qanday? Londondagi ko'chmas mulkning o'rtacha narxi 350 ming funt, lekin London juda katta va markazda 350 mingga hech narsa sotib ola olmaysiz. Markazdan sal olisroqdagi mana shu kabi hududda bu pulga bitta yotoqxonali kvartira sotib olish mumkin. 3-4 hududlarda esa 2 yotoqxonali kvartira, mana bunga o'xshagan kichikroq uy, yana ham nariroqda esa bu pulga uy sotib olish mumkin. U yerda kvartiralar 120 ming funt bo'lishi mumkin. Londonda kvartiralar ko'p, lekin ularning o'rtacha narxi shunday. Uyga kelsak, biz alohida turgan uylarni nazarda tutmayapmiz. Townhouse'larni olib qaraylik. Ular 650 ming turadi. Men yashaydigan shahar chekkasidagi uy esa 650 mingga yaqin turadi. Bu hududda esa u 1,5 million bo'ladi. Markazga yaqin esa 10 million bo'ladi. Tor ko'chalardagi bunday uylar ancha ommabop, lekin ularning kamchiligi kichikroq ekanida. Ularning o'z hududi ham yo'q. Bunday uyni qurib bo'lmaydi, chunki mahalliy hukumat bunga ruxsat bermaydi. Barcha uylar simmetrik ravishda bo'lishi lozim. Shu bois yagona chorasi pastga qarab kengaytirish. Bu uy Ian va Claire Hogartniki. Ian me'mor, ular tor ko'chadagi kichikroq uyda yashashgan. Ammo ularning farzandlari bo'lgani va hammaga joy yetishmasligi bois uylarni imkon boricha kengaytirishgan. Ular katta yerto'la qazishni boshlashgan va o'ziga xos tarzda obod qilishgan. Bu ko'z ilg'amas kengaytirish. Uni hech kim ko'rmaydi. Qavatning yarmi yer ostida, yarmi esa ustida. Ian Hogart, me'mor. Biz o'z uyimizni 15 yil mobaynida qurishga uringanmiz. Va nihoyat, mana shu hududni topganimizda oilamning har bir a'zosidan o'z orzusini qog'ozga yozib berishini so'raganman. Ularga nimani yozsalar ham hayotga tatbiq etishga va'da berganman. Rafiqam raqs zali bo'lishini istagan. O'g'lim esa DJ qurilmasi uchun joy xohlagan. Bu esa meniki. Sizning orzuyingizmi? Ha, men orzuyim. Bu yerda periskopim bor. Bu yerda esa dushdan turib yulduzlarni tomosha qilishim mumkin. Quyosh g'arbdan botganda esa bu yerda hamma narsa yarqirab ketadi. Quyosh nurlari to'g'ri mana shu devorga tushadi. Bu yerga albatta hech qachon yuqori qavatdagi kabi quyosh nuri tushmaydi, albatta.
lekin baribir bu yerda yorug'lik yetarli. Hatto proyektor ko'rish mumkin. Bu men ko'rgan eng g'ayrioddiy yerto'la. Londonda hozir ko'pchilik o'z yerto'lasiga shunday uylar quryaptimi? Ha, ko'pchilik shunday qilyapti. Bu hammasi xorijiy kapital kirib kelishi natijasidir. Eng muhimi sizning pochta manzilingiz. Bu tumanga bo'lgan talab ancha katta. Hamma katta uylarni xohlaydi. Katta televizor, bir nechta xona, hamma o'tiradigan joy bo'lishi kerak. Ayrimlar o'z uyida bowling o'ynashni istaydi. Men hatto itlar uchun yerto'lada spa salonini ko'rganman. Men yer ostida 6 qavatli turar joy qurganlarni ko'rganman. Pastga kengayishni chegarasi yo'q. Yuqoriga ham chegara yo'q. Bizning vaziyatda chegara bu Avstraliya. 10 yil muqaddam yerto'lani Mayfairda yerto'la qurishingiz, Chelseada yerto'la qurishni o'ylay boshlash mumkin edi, lekin uni Fulhamda qurmagan bo'lardingiz. Hozir esa bunday yerto'lalarni Fulhamda ham, Chelseada ham qurishyapti. Chelseada 2-chi yer osti qavatini qurishyapti, Mayfairda esa 3-chi qavatni. Gap pulda. Bu yerda yer juda qimmat. Kensingtonda eng arzon hudud kvadrat fut uchun 1000 funt bo'ladi. Yerto'la qurish uchun esa kvadrat futga 300 funt ketadi. Shunday ekan, ko'pchilik kavlash uchun 700 funt to'laydi. Agar turar joy sotib olayotganda moliyaviy tomoni o'ylab ish ko'rilsa, shovqindan chetroqdagi ovloq bir yerni izlash zaruratdir. Bunday tunu kun gavjum shahar doim harakatda. Kundan kunga sokin joyga talab ortib bormoqda. Pop-up madaniyat rivojlanishi uchun bu yerda barcha imkoniyatlar mavjud. Pop-up madaniyati keng tarqalib bormoqda. Bir guruh odamlar yoki tashkilotlar bo'sh maydonni egallasa yoki bo'sh yerda biror narsani tashkil qilsa, bu tashlandiq teatr binosi yoki omborxona bo'lishi mumkin. Ba'zida esa hatto turar joylar bo'ladi. O'ylaymanki, ko'plar pop-up formatini tanlaydi. Masalan, restoran ochish yoki shu kabilar uchun. Lekin buning uchun ruxsatnoma kerak. Bu yangi yondashuv esa yaqindagina paydo bo'ldi. Oxirgi 5 yillar ichida butun Londonni qamrab oldi. Matilda Edger Cooper, jurnalist. London bu poytaxt. Shu bois hamma narsani birinchi bo'lib olishimizga hayron bo'lmasa ham bo'ladi. Artistlar ham o'z tomoshasi bilan dastlab Londonga keladi. Bu yerda filmlarning taqdimoti bo'lib o'tadi. Bunga shu qadar o'rganib qolganmizki, odamlar erkalanib ketishgan. Nimadir boshqacharoq bo'lib qolsa, darrov buni payqaymiz. Pop-up nuqtalar qayerda ochilishini qayerdan bilamiz? Internetdanmi yoki tanishlardanmi? Bu haqda asosan do'stlarimizga aytamiz. Qayerda nima sodir bo'layotganini yozadigan saytlar ham bor albatta. Bunday ma'lumotni o'z saytimizda chop etganimizda biletlar bor yo'g'i 2 soat davomida sotib bo'linadi. Bu hozir juda ommalashgan. Bunday pop-up maydonchalar hozir juda ko'p. Agar siz bittasiga tusha olmasangiz, darhol ikkinchisi paydo bo'ladi. Chetdan kelgan odam uchun Londondagi hayotning barcha o'ziga xos tomonlarini tushunib olish qiyin bo'lsa kerak. Men ha degan bo'lardim, chunki birinchi bor Londonga kelsangiz sizni sayyohlik hissiyotlari qamrab oladi. Buckingham saroyini ko'rish, 2 qavatli avtobusda yurib ko'rish, telefon budkasini topish lozim deb o'ylaysiz. Keyin bekatlar qayerdaligi, manzilga qanday yetib borish, shahar tuzilishi va unda qanday harakatlanish kerakligini aniqlab olish darkor. Yangi joyda shularni bilib olganingizda keyin o'zingizga do'stlar topishingiz lozim bo'ladi. Bu ham tez bo'lmaydi. Bu yerda hamma o'z xayoli bilan yashaydi. Menga hamma narsani tushunib olish va shahar yuragini his qilish uchun 10 yil kerak bo'lgan. Istanda masalan bar va klublar ko'p. Mana shularni o'zi ham yetarli bo'lardi albatta, lekin shahar bilan yaqindan tanisha boshlasangiz, shu yaqinda turfa va noyob madaniyatga ega turli odamlar va jamiyatlar yashashini bilasiz. Bu yerda turli odamlar juda ham ko'p. London o'z boyliklarini juda yaxshi yashiradiganga o'xshaydi. Masalan, tomdagi mana bu bar.
3 asrdan ko'proq vaqt avval Londonda ma'lum saralangan shaxslar uchun xususiy klublar paydo bo'la boshladi. Ko'plarga bu oliftagarchilikdek tuyuladi, lekin London elitasi uchun bu zarurat. Agar xususiy klublar, masalan, Brochoni olsak, ularning ko'pi uzoq yillar noma'lum bo'lib kelgan. U yerga kirishni umuman iloji yo'q edi. Hozirda odamlar xususiy va eksklyuziv klublarni yaratyaptilar. Masalan, bu faqat yoshlarga mo'ljallangan pub yoki cheklangan odamlar va faqat o'zinikilarga kirish mumkin bo'lgan bar bo'lishi mumkin. Shoreditch tumanida bir bar ochilgan. Unga faqat taklifnoma bilangina kirish mumkin. Hozir bu juda rusum bo'lgan. Bu an'anaviy yondashuv demayman, lekin bu londonliklarning faqat o'zini doirasidagilar bilan birga bo'lishni yoqtirishlariga bir misoldir. Ularning orasida begonalarga joy yo'q. Tor doiradagi oqshomlar. Ayrim joylarda telefon bilan kirish yoki suratga olish mumkin emas ekanmi? Ha, xuddi shunday. Menimcha bu asosan odamlarni shahar sarosimasi, tashvishlardan ehtiyotlash maqsadida qilinadi. Ko'p eksklyuziv klublarning faoliyat olib borishidan maqsad ham shu deb o'ylayman. Meni nazarimda esa bu xususiy klublarga bo'lgan qiziqish ortishiga xizmat qiladi. Siz borayotgan joyingiz haqida hech narsa bilmaysiz yoki u yer haqida sizdan boshqalar bilmaydi. Bu ko'pchilikni jalb etadi. Menimcha, u yerga har bir odam o'zi istagan narsani topish uchun boradi. Masalan, xususiy klublarni ko'pi tadbirkor, ishbilarmon odamlar uchun mo'ljallangan. Tungi klublar esa ijtimoiy muloqot yetishmasligidan qiynalganlar uchun. Hammasi sizning shaxsiy qiziqishlaringizga bog'liq. Londonda har bir odam o'zini qiziqtirgan narsani topa oladi. Shunga qaramay, mahalliy g'ayrat, shijoat yosh oilalardan ko'ra ko'proq yosh mutaxassislarga xosdek tuyuladi. Ko'plab tanishlari aynan mana shu sabab bilan Londonni tark etishdi. Ular o'z farzandlarini xotirjamroq muhit, sokin shahar tashqarisida katta qilishni istashadi. Londonda shunday ko'p voqealar sodir bo'ladiki, bolalarning to'g'ri yo'ldan chiqib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Hozir biz ovqatlanish uchun 5 daqiqadan keyin qaytib kelaman deb nomlangan sirli klubga boramiz. Yo'q bo'lib qoladigan ovqatlanish klubi. Eng qizig'i, u kiyim do'konining qo'shimcha xonasida joylashgan. Mana shu uni sirli qiladi va unga hozir Londonda juda ommabop bo'lgan eksklyuziv xususiy muassasaga xos joziba baxsh etadi. Mahalliy aholining yordamisiz kirish yo'li kiyim do'koni ichida bo'lgan bu restoranni hech qachon topolmagan bo'lardik. Hattoki xususiy klub a'zosi bo'lmasangiz ham Londonda qiziqarli muassasalar juda ko'p. Biz ko'chada keta turib kiyim do'koniga kirdik. Mana endi shu yerdamiz. Menga eng yoqqani bu yerda stolni avvaldan buyurtma qilib qo'ymay ham ko'chadan to'g'ri kirib kelish mumkinligi. Bu muassasa juda yopiq emas. U shunchaki yashirin joyda va uni faqat doim keladigan mijozlargina biladi xolos. Yashirin tamaddi klubi avval boshda pop-up kabi paydo bo'lganmi? Ha, faqat hozir ular doimiy joy topishdi. Pop-up bu oshpazlar, restoranlar uchun o'z kuchini omma orasida sinab ko'rishiga yaxshi imkoniyat. Agar ularning mijozi ko'paysa, bir yerda joylashib faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi. Hozirda taom sotish sanoati yangi inqilobni boshdan kechirmoqda va ko'chada ovqatlanish tobora ommalashib boryapti. Hozirda yaxshi tayyorlangan, juda yog'li bo'lmagan, sifatli mahsulotlardan tayyorlangan taomlarni topish mumkin. Shuningdek, ko'cha taomlari borgan sari turli-tuman bo'lib boryapti. Ilgari Londonda mazali taomlar tayyorlanadigan joyni topish oson emasdi. Agar hatto tezkor taomlar tayyorlanadigan joyni ochmoqchi bo'lsangiz ham restoran ochishingizga to'g'ri kelardi. Hamma ham restoranga vaqt sarflashni istamaydi. Yana oldindan yozdirib qo'yish kerak. Hozirgi kunda taomlar tez tayyorlanadigan joylar ko'payib ketgan. Meksika, Hind, hatto Britaniya ko'cha taomlarini ham uchratish mumkin. Bundan tashqari, ovqat tayyorlash sanoati bilan shug'ullanayotganlar masalliqlarning sifatiga katta e'tibor qaratyapti. Sizga uchragan narsani emas, balki chindan ham sifatli va yodingizda qoladigan mazali taomni taqdim etishadi. Samuel Johnson, agar siz Londondan charchagan bo'lsangiz, hayotdan charchabsiz deb yozgandi.
Zero Londonga hayotning o'zi diqqatini qaratgan. Maftunkor va o'ziga tortuvchi bu shaharni ta'riflay oladigan so'zlarni topish qiyin. London tinimsiz o'zgarib boradi va u taqdim etishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni ko'rish uchun butun hayot ham yetmasa kerak. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.